Tushda Yusuf surasi ko'rishning ta'birlari. Ibn Sirinning aytishicha, tushda Yusuf surasini o'qiyotganini ko'rsa, ko'p safar qilishi va mol topishiga dalildir. Kirmoniyning aytishicha, qiyinchilik va mehnatdan so'ng izzat va obro' topishiga hamda ishlari gullab ketishiga dalildir. Ja'far Sodiqning aytishicha, to'g'ri so'zli va omonatga xiyonat qilmaydigan bo'lishiga ishora. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.